Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Emomova Nasiba Xurramovna, Sharsabz davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisiman. Hozir sizlar bilan matematika o'qitish metodikasi fanidan yuzlik konsentrida qo'shish hamda ayirish amallari mavzusi bilan tanishamiz. Bugungi mavzuyimiz rejasi quyidagilardan iborat. Yuzlik konsentrida qo'shish amallari. Ikkinchi rejamiz yuzlik konsentrida ayirish amallari. Yig'indining matematik ifodasi bilan tanishish birinchi sinfda ayirma termini o'z ichiga qo'shish hamda ayirish mavzusi ichida o'rganiladi. Bularni o'rganish jarayonida yig'indi va ayirma terminlarining ikki xil ma'nosi ochib beriladi. Masalan, 4 qo'shilgan 5 va 4 va 5 sonlarining yig'indisi 9. Shuningdek, sonlar yig'indisi deb atash o'rgatiladi. Uning ichida qo'shish va ayirishni o'rganish vaqtida hisoblash usullarini yozma tushuntirish maqsadida ikkita tenglik ishoralari bilan yozish o'rganilgan. Masalan, 6 qo'shilgan 4 barobar 6 qo'shilgan 2 qo'shilgan 2 ko'rinishida yozib, buning natijasi 10 deb atashimiz mumkin. Keyingi misolimiz 9 ayiruv 3 teng 9 dan ayiramiz, 2 ayrilgan 1 ko'rinishda yozib, 6 natijani hosil qilishimiz mumkin. Nomerlarni o'rganish davrida qavs belgisi kiritiladi. Qavs belgisi tanishtirishda bunday mashqni taklif qilishimiz mumkin. Birinchisi, 5 va 3 sonlarini yig'indisini 2 ni qo'shing. Ya'ni ko'rinib turibdiki, bu misolimizda 5 va 2 sonlarning yig'indisi ko'rinishi qavs ichida olib yoziladi va yig'indiga 2 sonini qo'shamiz. Mashqni og'zaki yechgandan keyin o'qituvchi bunday misollarni qanday yozishni tushuntiradi. Sonni aytilgan yig'indiga qo'shish kerakligini ko'rsatish uchun yig'indini qavslar ichida yozish kerak bo'ladi. Mana ko'rinishda berilgan misolga ko'rib turibmiz. 5 qo'shilgan 3 qavs ichida olinadi va bu yig'indiga 2 sonini qo'shamiz. Hosilarini kiritgunga qadar bolalarni qavsli ifodalarni to'g'ri o'qish va ularni diktovka ostida yozib olishga o'rgatiladi. Masalan, 9 ayrilgan qavs ichida 2 plus 3 ni o'quvchilar bunday o'qishga o'rgatiladi. 9 sonidan 2 bilan 3 ni yig'indisini ayiring. Ikki xonali sonlarni xona qo'shuvchilar yig'indisi bilan almashtiring. Masalan, 34 barobar 30 qo'shilgan 4. Buning yig'indisi 34 ni beradi. Demak, keyingi misolimiz 59 barobar 50 qo'shilgan 9. Buni hisoblab ko'rsak, buni ham yig'indisi 59 dan iborat bo'ladi. O'rganilgan bu materiallar kerakli hisoblash usullarini ochib berishga asos bo'ladi va qo'shish, ayirishni o'rgatish quyidagi tartibda olib boriladi. Birinchi 20 ichidagi sonlarni qo'shish hamda ayirish, so'ngra 0 bilan tugaydigan ikki xonali sonlarni qo'shish, ayirish, songa yig'indini, yig'indidan sonni ayirish qoidalari va boshqa ko'rinishdagi ikki xonali sonlarni qo'shish hamda ayirishni hisoblash usullari o'rgatiladi. Ya'ni birinchi guruhda 2 qo'shilgan 9, 3 qo'shilgan 8, 7 qo'shilgan 5, 8 qo'shilgan 3 ko'rinishdagi bir xonali sonlarni qo'shish o'rgatiladi. Shunday ikkita bir xonali sonlarni olamizki, ularning yig'indisi 10 dan ortiq bo'lsin. Ma'lumki, 10 ichida ham bir xonali sonlarni o'rgangan edik, lekin ularning yig'indisi 10 dan kichik edi. Endi bu ko'rinishdagi sonlarni qo'shishda unga to'ldirish tamoyilidan foydalanamiz. Ya'ni bunda qo'shiluvchilar yig'indiga almashtirish kerakki, shunday qo'shiluvchilarimizni yig'indiga almashtiramizki, u birinchi qo'shiluvchini 10 ga to'ldirsin. Masalan, 9 qo'shilgan 5 teng 9 qo'shilgan qavs ichida 1 plus 4. Ya'ni ikkinchi qo'shiluvchimizni 1 plus 4 ko'rinishda yozib oldik, chunki ikkinchi qo'shiluvchimiz 5 sonidan iborat edi. Teng, yana ko'ramiz. Ana endi ajratib olingan birimizni
9 qo'shilgan 1 qavsda olamiz yig'indisiga 4 ni qo'shamiz. Ya'ni 10 plus 4 teng bo'ladi 14 natija. 10 qo'shilgan 4 yig'indi ikkinchi o'nlikka kiradi. Bilamizki, birinchi o'nlikda ishlatilgan 10 ichidagi qo'shish ayirishlarimiz 10 sonidan oshib ketmasligi kerak edi. Hozirgi misolimizdan ko'ramizki, ikkinchi guruhga kiradi, ya'ni 20 qo'shilgan 5, 30 qo'shilgan 6, 70 qo'shilgan 7 ko'rinishdagi, ya'ni birinchi qo'shiluvchisi yaxlit ikki xonali son, ikkinchi qo'shiluvchi bir xonali son bo'lgan son yig'indisini topishga oid misollar kiradi. O'quvchilarga o'rganilishi qiyin bo'lgan mavzu qismlari tez va tushunarli qilib yana yodda olinib ketiladi. Masalan, to'g'ri va tez hisoblang degan misollar orqali bolalarimizga murojaat qilishimiz mumkin. Bu misollarimizga 80 ayrilgan 40 barobar 40. Ya'ni 80 8 ta o'nlikdan 4 ta o'nlikni ayirganimizda yana 4 ta o'nligimiz hosil bo'libdi. Keyingi misolimiz 70 ayiru 10. Bunda 7 o'nlikdan 1 o'nlikni ayiramiz, 6 ta o'nlik hosil bo'libdi. Va hokazo 60 ayrilgan 20 teng bo'ladi, 40 hosil bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, bizda ma'lum 10 ichida hisoblash, qo'shish, ayirishni hisoblaganimizda 10 dan hisoblangan misollarimiz bir xonadan iborat bo'lib, 10 dan oshib ketmasligi kerak edi. Ana endi biz 100 ichida bo'lgan hisoblashlarimizni olib borganimizdan keyin 100 ichidagi hisoblashlarimiz 100 ichida, ya'ni 100 ichidagi konsentrlarimiz ikki qismga bo'lib o'rgatganimiz uchun 21 dan 41 ga 11 dan 21 gacha, 21 dan 100 gacha bo'lgan sonlarimizni o'z ichiga oladi. Mana hozir ko'rinib turibdiki, hozir hisoblagan misollarimiz og'zaki ko'rinishda hisoblash ishlarini bajarib ko'rsatdik bolalarimizga. Yana xona birliklari haqida tushuncha olgandan keyin bolalarimizni yozma usulda ham hisoblash ishlarini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Masalan, 38 ayiramiz 25, ya'ni ustun shaklida yozib oldik. Birlar xonasidan birlar xonasini, ya'ni 8 dan 5 sonini ayiramiz 3, yana 3 o'nlikdan 2 ta o'nlikni ayiramiz 1 ta o'nlik. Ko'rinib turibdiki, 38 dan 25 sonini ayirganimizda 13 soni hosil bo'ldi. Ikkinchi misolimiz 78 ustun shaklida ayiramiz 55. Birlar xonasidagidan birlar xonasi, o'nlar xonasidagidan o'nlar xonasini yozib hisoblaganimizda ko'ramizki, 8 birlikdan 5 birlikni ayirganimizdan keyin 3 birlik hosil bo'ladi. 7 o'nlikdan 5 o'nlikni ayiramiz, demak 2 o'nlik. Javobimiz 23 hosil bo'ladi. Va hokazo 56 sonidan 56 sonini ayiramiz. Birlar xonasidan birlar xonasini ayirganda 6 dan 6 ni ayirganimizda 0, ya'ni o'nlar xonasi 50 dan, keyin 50 dan, ya'ni 5 o'nlikdan 5 o'nlikni ayirganimizda 0 hosil bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, 56 sonidan 56 sonini ayirganimizda 0 hosil bo'ladi. Mana bu ko'rinishdagi misollarni davom ettirib mustaqil ravishda bolalarimiz bilan ko'rib o'tishimiz mumkin. Bir qancha misollarimizni yana ko'rib o'tishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.